Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Navoiy davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Eshniyozova Ruhayo Hamroqulova bo'laman. Fanimiz ona tili o'qish savodxonligi va uni o'qitish metodikasi. Bugun sizlar bilan lug'at tarkibining shakl va ma'no munosabatlari jihatdan tavsiflanishi, omonim, sinonim, antonim, paronim va ularning turlari mavzusida darsimizni olib boraman. Bugungi mavzumiz quyidagi rejalarni o'z ichiga oladi. Leksikologiya haqida umumiy ma'lumot, lug'aviy ma'noning ko'chish usullari, so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari. Bugungi darsimizni boshlashdan avval yurtboshimizni shunday fikrlarni keltirib o'tishni joiz deb bilaman. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Bilamizki, yurtboshimizni bevosita ushbu fikrlarni bugungi darsimizning asosiy bosh g'oyasi etib belgilab oldi. Bizga ma'lumki, leksikologiya bo'limi tilshunoslikning eng yirik bo'limlaridan biri hisoblanadi. Bilamiz, so'zni biz shu vaqtgacha fonetik jihatdan o'rgandik, orfoepik jihatdan o'rgandik, grammatik jihatdan o'rganib kelyapmiz. Bugun esa biz leksikologiya deganda nimani tushunamiz? Leksikologiya o'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, so'z haqidagi ta'limot degan ma'noni anglatadi. Bunda so'z va uning lug'aviy ma'nosi haqidagi bo'lim bo'lib, so'z va uning lug'aviy ma'nosi bilan bog'liq hodisalar, bir ma'nolilik, ko'p ma'nolilik hodisalar, o'z ma'no va ko'chma ma'no, bunda so'zlarning ma'no munosabatiga ko'ra shakl ma'no munosabatiga ko'ra turlarini ana shu leksikologiya bo'limida o'rganib o'tamiz. Lug'aviy ma'no so'z anglatgan tushunchalar, grammatik ma'no esa shakllar, ya'ni qo'shimchalar orqali ifodalaydigan ma'no hisoblanadi. Biz kitob, qalam deganda o'z-o'zidan ongimizga huquq quroli degan tushunchani ifodalanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Grammatik jihatdan esa kitob ot so'z turkumiga tegishli turlanmaydigan, ya'ni birlikda turgan, ya'ni grammatik jihatdan ma'no anglatayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bunday holatlarni, so'zning lug'aviy ma'nosini biz leksikologiyada o'rgansak, grammatik ma'nosini esa morfologiya bo'limida o'rganamiz. So'zlar bir ma'noli yoki ko'p ma'noli bo'ladi. Bir ma'noli so'zlar hodisasi xalqaro terminlarda monosemiya, ya'ni bir ma'noli so'zlar, monosemantik so'zlar deyiladi. Bunday hodisalar asosan atoqli otlarda, masalan Dilshodda, Oybek desak hech qanday qo'shimcha ma'no yo'qligini ifodalayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yana son so'z turkumida, olmosh so'z turkumida uchratishimiz mumkin. Birdan ortiq, bir necha ma'nolarda keladigan so'zlar ko'p ma'noli so'zlar deyiladi. Ya'ni xalqaro terminlarda polisemantik hodisasi deyiladi. Bunda ko'p ma'noli so'zlarda bosh va ko'chma ma'no bo'ladi. Masalan, yoqa va ko'z so'zlarini oladigan bo'lsak, bu misol bunga o'zbek tilida ko'pgina misollarni keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, odamning ko'zi desak, bosh ma'no, uzukning ko'zi, yog'ochning ko'zi, oynaning ko'zi desak, bu yerda ko'chma ma'no, ya'ni ko'p ma'nolilik hodisasi uchrayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yana ko'ylakning yoqasi o'z ma'noda kelayotgan bo'lsa, yo'l yoqasi, tog' yoqasi, daryo yoqasi desak, bu yerda ko'p ma'nolilik hodisalari ro'y berayotganligini ko'rishimiz mumkin. So'zlar ma'nosi ma'lum xususiyatlarga ko'ra ko'chishini biz bilamiz. Lug'aviy ma'noning asosiy taraqqiyot yo'llari, ya'ni ko'chish usullari metonimiya, metafora, sinekdoha, vazifadoshlik va kinoya kabi ma'no ko'chish usullarini borligini bilamiz. Metafora bu yerda o'xshashlik asosida ma'no ko'chishi hisoblanadi. Metaforaning o'zi ham ikki xil usulda amalga oshadi. Birinchisi, bir predmet ikkinchi predmetga o'xshashlik asosida amalga oshiriladi. Masalan, oltin ko'z, zumrad bahor, kumush choyshab yoki bo'lmasa litsey qaldirg'ochlari desak, bu yerda bir predmet ikkinchi predmetga o'xshadi deyapti. Keyingisi metafora dek, dang, yangilik kabi so'zlari orqali o'xshatiladi. Biz yana badiiy matnlarda, ya'ni she'riy san'atlarga qaraydigan bo'lsak, o'xshatish tashbih san'atini hosil qilayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bu hodisalarni ko'pgina ijodkorlarning asarlaridan olib qarashimiz mumkin. Xususan
Shoirxonim Xudoyberdiyevaning shunday she'rlarida nurli tong oqarar, tun bo'lar oxir, senga tilaklarim shu tong kabi oq. Qiziq goh vaqting ham men uchun og'ir, baxtsizliging esa yana og'irroq. Taqdir ulaganda she'rdan ushbu misralarda o'xshatish bu yerda subyekt oshiq, o'xshatish etaloni esa tilak. O'xshatish asosi oq tong, o'xshatishning shakliy ko'rsatkichi bu yerda kabi so'zi ifodalanyapti. O'xshatishning asosiy maqsadi bu yerda oshiqning munosabati, ya'ni samimiy ekanligini bildirib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi metonimiya bu yerda aloqadorlik asosida ma'no hisoblanadi. Ya'ni bunda narsa buyum o'ziga aloqador boshqa nom bilan, ya'ni atalayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunga masalan, qishloq chetida samovar ochildi. Bu yerda samovar choyxona misolida ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, osmonga tikildi million juft ko'zlar. Ko'z odamning ko'zi. Fuzulini oldim qo'limga. Bu yerda Fuzuli kitobini oldim ma'nosida kelayotganligini ko'rish mumkin. Keyingisi esa sinigdoha, ya'ni butunning nomi bilan qismni atash. Masalan, 5 qo'l barobar emas, tirnoqqa zor o'tdi, 10 qo'li hunar. Bu yerda ham butunning nomi qismini atib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi ma'no ko'rishimiz usullaridan biri kinoya. Bu yerda qochiriq, kesatiq ma'nolarida ifodalanadi. Asosan bu gapni qo'shtirnoq ichida yoziladi. Bu gap asosan teskari ma'no ifodalanadi. Masalan, Salima aloji qiz. Bu yerda ya'ni kesatiq, ya'ni ikkichi ma'nosida kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Vazifadoshlik, ya'ni funksiyadoshlik, vazifa asosida ma'no ko'chishi, bunda so'z ma'nosi vazifasiga ko'ra ko'chadi. Masalan, o'q qadimda kamon o'qi ma'nosida kelgan bo'lsa, hozir pistolet o'qi, miltiqning o'qi kabi ma'nolarda qo'llanilib kelayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. So'zlar bevosita shakl va ma'no munosabatiga ko'ra to'rt xil bo'ladi: amonim, sinonim, antonim, paronimlar. Bilamiz, amonimlar shakli bir xil, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlar hisoblanadi. 3 masalan, son bo'lsa, uchmoq, ya'ni harakat bo'lib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shakli bir xil, ma'nosi har xil. Bu yerda asosan she'riy san'atlarga qaraydigan bo'lsak, tajniz san'ati yuzaga kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi sinonim ma'nodosh so'zlar hisoblanadi. Xalqaro atama terminlarda o'sha sinonimlar, omonimlar, antonimlar, paronimlar kabi terminlar bilan atalib kelmoqda. Bu sinonimlar shakli har xil, ammo ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Bu yerda kelayotgan so'zlar asosan bir turkumga xos bo'lishi kerak. Masalan, yuz, aft, bet, chehra, obraz, turk degan so'zlarni aytadigan bo'lsak, bu yerda asosiy bosh ma'no, ya'ni dominant so'z yuz, hammasi ot so'z turkumiga tegishli bo'lgan so'zlar ifodalangan. Keyingisi qaramoq, nazar solmoq, boqmoq. Bu yerda asosiy bosh ma'no qaramoq hisoblanadi. Keyingisi antonimlar. O'zaro qarama-qarshi zid ma'nolarni ifodalab keladigan so'zlar tilshunosligimizda antonimlar deyiladi. Bu she'riy san'atlarda, ya'ni badiiy matnlarda tazod san'atini hosil qiladi. Bu ko'pgina mumtoz adabiyotimiz vakillari she'rlarida, hattoki o'zbek adabiyoti she'riy ijodkorlarining asarlarida ham keltirib o'tilayotganligini biz ko'rib o'tishimiz mumkin. Asosan bir turkumga oid so'zlarda sodir bo'ladi. Masalan, do'st, dushman, hatto qarama-qarshi affikslar ham bir-biriga antonim bo'la oladi. Odobli, beodob. Keyingi nimamiz paronimlar. Bunda talaffuzi bir-biriga o'xshash, ammo yozilishi, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlar paronimlar deyiladi. Bunga misollar keltiradigan bo'lsak, asr, asir, yuvindi, yuvindi, afzal, afzal kabi bir qancha so'zlarni misollar qilib olishimiz mumkin. Mavzular yuzasidan mashqlarni keltirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda birinchi mashqqa qaraydigan bo'lsak, metafora yo'li bilan ma'nosi ko'chgan so'zlarni aniqlang deyilgan. Masalan, Alisherbek soy yoqasidan pastga tomon qiyalab yurdi. Bu yerda ko'rinib turibdiki, tahlil qilsak, sintaks tahlil qilganimizda soy yoqasidan metafora yo'li bilan ma'no ko'chganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi gapda esa tog'larning etagidan, bu yerda ham metafora usuli bilan ma'no ko'chgan. Keyingi gap, ikkinchi mashqimizda metonimiya yo'li bilan ma'nosi ko'chgan so'zlarni aniqlang.
Masalan, 8 da eding, 16 ga qadam qo'yding. Bu yerda 8 yoshingda eding degan ma'nolar foydalanilganligini aslida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham metonimiya yo'li bilan ma'no ko'chgan. Keyingi mashqlar ham homonimlar haqida mashqlar keltirilgan. Masalan, birinchisini aytib o'tadigan bo'lsak, bir masalaning hali uchun qoshingizga kelgan edim. Ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak, bu atrofda hali ko'p izg'iydi. Demak, shakli bir xil, hali so'zi birinchi gapda o'sha muammoni hal qilish uchun kelganligi ifodalangan bo'lsa, ikkinchi gapda hali so'zi payt ma'nosini ifodalab kelayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Shunday misollardan biz yana ko'rib o'tishimiz mumkin. Vaqtimiz chegaralanganligi uchun bugungi darsimizda quyidagi adabiyotlardan foydalandim. Ya'ni Xolmoni va Tilshunoslikka kirish va Jamolxonov hozirgi o'zbek adabiy tili, Ikromova, Muhammedova, Hamroyevlarning, ya'ni oliy ta'lim o'quv yurtlari uchun ona tilidan mashqlar to'plami darsliklaridan foydalanildi. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.